Assalamu alaykum, hürmetli televizor görgüçüler. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seyşembe. Hurmatli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultayı 6 ayning 3 kuni maxsus bayonot e'lon qilib, Dünya Uyg'ur Qurultayıning 8 navbatlik vakillar qurultayini va umumiy saylimini 2024-yili 10 ayning oxirgi haftasi ma'lum bir g'arb davlatlarida o'tkazishni qaror qilganligini va shundaqla 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayiga tayyorlik qilish komitetini qurib chiqqanligini e'lon qilgan. Orqadalla shu kuni 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim tayyorlik komiteti tarkibidagi bir qism xizmat komissiyalarining mas'ullari bilan birga Qurultay markaziy ishxonasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Dünya Uyg'ur Qurultayi 8 navbatlik vakillar qurultayining va umumiy saylimining tayyorlik xizmatlarining rasmiy boshlanganligini jakarlagan edi. Mazkur xabar muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida zo'r qiziqish va kuchli hayajon paydo qildi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu qatim chaqirilgan 8 navbatlik vakillar qurultayi va umumiy saylimiga xalqaro mustaqil kuzatuvchilarni taklif qilganligini, Uyg'urlar zich o'ltiroqlashgan bir qism davlatlarda o'tkazilgan vakillik saylimiga xalqaro qonunshunoslar, advokatlar va kishilik huquq tashkilotlarining vakillaridan tashkil topgan kuzatuvchilarni taklif bilan qatnashtirganligini alohida eskartib o'tdi. Dolqin Aysa apandim mundaq deb ko'rsatdi. Bu qatim o'tkazilmoqchi bo'lgan qurultayimiz xalqimizning milliy mustaqillik orzusi va siyosiy g'oyasini ishga oshirish uchun texmi unumli bo'lgan tadbirlarni izlaydigan, millatimizning kelgusiga bo'lgan umidi va kurash irodasini kuchaytiradigan, xalqaro jamoatchilikning qurultayimizga bo'lgan ishonch va hurmatini yanada oshirishga vasila bo'ladigan qurultay bo'lg'usi. Bu navbatli qurultay yana dunyodagi bizni qo'llayotgan har qaysi davlatlar, siyosiy partiyalar, xalqaro tashkilotlar va Sharq Turkiston do'stlarga o'zimizning kelgusida yetmoqchi bo'lgan buyuk nishonimiz haqida ma'lumot beradigan bir qurultaydir. Shu jumladan bu qatimki qurultayda Sharq Turkiston xalqining milliy mustaqillikka erishishdan iborat adoqchi bo'lgan g'oyasi va siyosiy nishoni dunyoga yana bir qatim keskin shaklda jakarlanadi. Bu qatimki qurultay milliy da'vo ishlarimizga foydali bo'lgan har xil fikr iqimlari va ko'z qarashlarning erkin o'ttirib qo'yilishi uchun kengri so'rin hozirlab berdi. Shuningdek, bugungacha har xil sabablar bilan milliy harakatimiz, jumladan Dünya Uyg'ur Qurultayining sirtida qolgan yosh, qobiliyatli ziyolilarimiz va faoliyatchilarimizga keng quchoq ochdi. Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandim bu vaqtda istansimiz qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan zulmlari taraqqiy qilib irqiy qirg'inchilik darajasiga ko'tarildi. Millatimiz yo'qolish girdoviga yuzlandi. Xalqaro vaziyatdagi salbiy o'zgarishlar davoyimizga og'ir xiris va besim paydo qildi. Bundaq bir zamanda Xitoy zulmiga tezroq xotim berish, Sharq Turkiston xalqining ozodlik uchun yangi bir yo'l xaritasini chizib chiqish hamda texmi zo'r jasorat bilan kurash qilishning moddiy va ma'naviy energiyasini yoritish navbatdagi kurashimizning jiddiy ehtiyojiga aylandi. Ishonamanki, oldimizda chaqirilmoqchi bo'lgan 8 navbatlik qurultayimiz ham xalqaro jamoatchilikning ham muhojiratdagi qarindoshlarimizning qurultayimizdan kutadigan umid va orzu istaklariga loyiqida javob bera oladigan muvaffaqiyatli bir qurultay bo'lg'usi. 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Dünya Uyg'ur Qurultayining 8 navbatlik vakillar qurultayini va umumiy saylimini o'tkazish haqidagi qarori e'lon qilingan qisqagina bir kun ichida har qaysi ellardagi tashkilotlarimizdan, siyosiy faoliyatchilarimizdan va avom xalqimizdan bevosita yoki vositali holda ko'plagan qimmatli taklif fikrlarni topshirib elishga boshlaganligini, turli ijtimoiy taratqularda bu vaqtda bas munozaralarning davom qilayotganligini, mohiyatda buning Dünya Uyg'ur Qurultayining xalqimiz ichidagi o'rni va hurmatining naqadar yuqori bo'lganligining jonliq bir namoyandasi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi tayyorlik komitetining xalqimizdan keladigan har qanday taklif fikr va tanqidlarga ochiq ekanligini va milliy ko'rishimizga, shundaqli qurultayimizga kuyinish va ko'ngil bo'lish nuqtasidan o'ttirib qo'yilgan taklif fikr va tanqidlarga yuksak darajadagi mas'uliyatchanlik bilan muomala qildiganligini, bu taklif fikr va tanqidlarni ratlab chiqib, mumkin bor qisqa vaqt ichida astoydil javob berish uchun tirishchanlik ko'rsatganligini ifoda qildi. 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi tayyorlik komiteti tarafidan tuzib chiqilgan xizmat kalendariga asoslanganda, mushu haftaning oxiriga qadar, ya'ni 6 ayning 10 kunigacha har qaysi davlatlarda 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi vakillarini demokratik usulda saylab chiqishga mas'ul maxsus divan hayatlari va saylam komitetlari qurib chiqilib, vakil nomzodlarining iltimoslarini qabul qilish xizmatlari rasmiy boshlanadi. Vakillik iltimos jadvali qurultay tayyorlik komiteti tarafidan bir tutash hozirlanib tarqatib berildi.
Aldığımız günlerde Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komiteti tarafidan tuzib chiqib ma'qullangan 8-ci navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqidagi maxsus belgilamasi e'lon qilindi va mazkur belgilamadagi shartlarni o'rinlagan 18 yoshdan yuqori har bir Sharq Turkistonlik o'zini 8-ci navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı vakilligiga nomzod qilib ko'rsatish huquqi va salohiyatiga ega bo'ldi. Vakil nomzodlarining iltimosini qabul qilish xizmati 6 oyning 30 kunigacha davom qiladi. Har qaysi ellarda ta'sis qilingan vakil saylash divan hayatlari yoki vakil saylash komitetlari 7 oyning 6 kunidan burun vakil nomzodlarining umum tizimligini jazman 8-ci navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı tayyorlik komitetiga yetkazib berish kerak. 7 ayning 14 kuni har qaysi ellardagi vakil nomzodlarining umum tizimlik tayyorlik komiteti taftish komissiyoni tarafidan tekshirib chiqildi va bu vaqtdagi tekshirish doklati Dünya Uyg'ur Qurultayı raisligi bilan ijroiya komitetining qarab chiqishiga sunildi va 7 ayning 17 kuni vakil nomzodlarining umum tizimligi Qurultay tayyorlik komiteti tarafidan muqimlashtirildi. 7 ayning 27 kuni shanba va 28 kuni yakshanba kunlari Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan davlat va shaharlarda maxsus saylam sandiqlari ta'sis qilinib, bir tutash holda 8-ci navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı vakillik saylami o'tkaziladi. Saylam biletimi 8-ci navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı tayyorlik komiteti tarafidan tuzilib, bir tutash holda tarqatib berildi. 7 ayning 31 kuni har qaysi ellarda saylab chiqilgan 157 nafar rasmiy vakilning tizimligi butun dunyoga e'lon qilindi. 8 ayning 3 kunidan e'tiboran har qaysi ellarda saylab chiqilgan rasmiy vakillarimizga Qurultay tarafidan maxsus taklifnomalar avatilishga boshlandi. Qurultay markaz organi Qurultay chaqirilgan davlatning tashqi ishlar ministrligi bilan aloqa qilib, vakillarimizning viza ilishiga qulaylik yaratib berishga tirishdi. 8 ayning 1 kunidan e'tiboran Qurultay vakillarini Qurultay ijroiya komiteti tarkibidagi 15 komitet va markazga doimiy a'zolik taqsim qilish xizmatlari boshlandi va taqsim qilish toki 9 ayning 10 kuniga qadar davom qiladi. Qurultay vakillarimizning o'zini Qurultay rahbarlik organlariga nomzodlik ko'rsatish xizmati Qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyasining mas'uli Samat Abla apandimning bevosita riyosatchiligida 8 ayning 12 kunidan e'tiboran rasmiy boshlanadi. Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komiteti tarafidan tuzib chiqib ma'qullangan 8-ci navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı rahbarlik organlariga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqidagi maxsus belgilamasi 8-ci navbatlik Qurultay vakillarining tizimlik e'lon qilingan kunning ertasi, ya'ni 8 ayning 1 kuni butun dunyoga e'lon qilindi. Shuning bilan birga Qurultay vakillariga 8-ci navbatlik Qurultayda saylanadigan organlar va bu organlarning funksiyoni ham huquq doirasi haqida tafsiliy tushuncha va leksiya berildi. 8-ci navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisligiga va boshqa organlarga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqidagi maxsus belgilamaga uyg'un kelgan har qanday bir vakil o'zini Qurultay rahbarligiga nomzod qilib ko'rsatsa bo'ldi. 9 ayning 1 kuni Qurultay rahbarlik organlariga nomzodlik iltimos sunish xizmati oxirlashtirildi va 9 ayning 5 kuni Qurultay rahbarlik organlariga nomzod bo'lg'uvchilarning oxirgi tizimlik Qurultay tayyorlik komiteti tarafidan rasmiy muqimlashtirildi. 2 iyun yakshanba kuni Xitoyning Istanbuldagi bosh konsuli Wei Xiaodongning bosh bo'lib uyushtirishi bilan Xitoy xalq naqsh muzika san'ati nomi ostida Istanbulning Sheshli Jamal Reshtrey konsert saloni teatrxonasida Urumchidan keltirilgan Uyg'ur san'atchilarining o'rinlashida naqsh usul faoliyati o'tkazildi. Biroq Xitoyning bu qilmishlariga norozilik bildirib, zalning sirtida jam bo'lgan Uyg'urlar norozilik va g'azab nafratlarini bildirib namoyish olib bordi. Namoyishchilar noroziligini ifodalab, terrorchi Xitoy qirg'inchilikni to'xtat, terrorchi Xitoy yolg'onchilikni to'xtat, qotil Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket deganga o'xshash shiorlar to'ladi. Turkiyaning Yeniden Refah partiyasi Küçükçekmece sho'bisi, Alperen Istanbul sho'bisi, Anadolu Nafarlari jamiyati, Köktürk Budun jamiyati qatorliq turk jamiyatlarining mas'ullari va a'zolari namoyish maydoniga kelib, Uyg'urlarni qo'llab-quvvatladi ham Xitoyga qarshi bayonot e'lon qildi. Uyg'ur san'atchilar va Xitoy xodimlar o'ltirgan avtobus zalga yiqilib kelganda namoyishchilar avtobusning oldini to'sishga urindi. Biroq turk saqchilar ularni to'sib oldiga o'tkazmadi. Bu asnoda namoyishchilar terrorchi Xitoy yolg'onchilikni to'xtat, terrorchi Xitoy qirg'inchilikni to'xtat degandek shiorlar to'ladi. Zalning ustingi qavitidan sirtqa chiqqan bir qancha Xitoy kishi Uyg'ur namoyishchilarini rasmga tortdi. Namoyishchilarmi ularni rasmga tortayotganda ular zalning ichiga kirib ketdi. Namoyish jarayonida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Anadolu Nafarlari jamiyati raisi Kubilay Karam Buroq bayonotini o'qib o'tdi. O noroziligini ifodalab mundaq dedi: "Zalim Xitoy Uyg'ur madaniyatini Xitoy madaniyati deb tonishtiryotdi. Yurgizayotgan assimilyatsiya va qirg'inchilik siyosatlarini yepish uchun Uyg'ur san'atlarini Xitoy xalq usuli, Uyg'ur muzikasini Xitoy xalq muzikasi deb tonishtiryotdi. Uyg'urlarning madaniyatini Xitoy madaniyati deb ko'rsatmoqda. Sharq Turkistonni Xitoyning bir partiyasi degan sapsatisini insonlarning zehniga singdirishga urinayotdi.
Xitoy bu yerda bu rasvochilik faoliyatini o'tkazayotgan paytlarda Sharq Turkistonda qo'shmoq tuqqan nomi ostida Uyg'urlarning uylariga Xitoy josuslar o'rinlashtirilyotdi. Uyg'ur qarindoshlarimiz tutqun qilinib, jazo lagerlariga qamalyotdi va qiyin qistoqqa uchrayotdi. Bu jazo lagerlarini Uyg'urlarning minglarida kasallik bor, ularning minglarini davolash uchun bu lagerlarni ochdiq deb atagan Xitoy bosh konsuli qandoq bo'lib bu yerda bu rasvo faoliyatni uyushtirishga jur'at qiladi? Nima uchun Turkiya hukumatı bularga ruxsat berdi? Bu rasvochilik faoliyatini uyushtirishni qo'llagan va zolim Xitoyning da'vatini qabul qilib, buningga qaytilgan butun amaldorlar nomus qilsin. Ularni ayblaymiz. Namoyish jarayonida İstanbuldagi har qaysi Uyg'ur tashkilotlari vakillari va mas'ullar so'z qilib, Xitoyning atalmish Xitoy xalq naqsh musiqa san'ati nomidagi faoliyatlarini va vatanimizdagi qirg'inchilik siyosatini qattiq aybladi. Xitoyning bu faoliyatiga qarshi İstanbuldagi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligini o'z ichiga olgan bir qator jamiyat va tashkilotlarmi maxsus bayonot e'lon qilib, noroziliklarni ifodaladi. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.